Salam xanım qızlar tövəndə biz ailədə ən addi usulda rampiz tayyorlashni darsligimizni o'tamiz. Buningda xamir yoğurish hajatsiz. 200 gram un, 200 gram suv, buni tashki aralashtirib olgandan keyin 15 minut turg'izib, orqadan yana 200 gram suvni qo'yib, buni tashki aralashtiramiz toki xamir oldi tugagan qadar aralashtirib olamiz. Buni listimizni tayyorlab, kichik cho'mchimizda bir cho'mich quygandan keyin buni tashkilab olamiz. Tashkilab bo'lgandan keyin qaynoq suvga solib, tepsini dimlab turib 1 minut atrofida pishirib olamiz. Pişib chiqqandan keyin buni so'q suvga quyib, tepini yog'lab, rampizimizni elib olamiz. Intayin elastikliq, yeyishlik bo'lgan rampizimiz tayyor bo'ldi. Anandan keyin buni tayyorlaymiz. 2 qo'shiq ochiq suv, shiljo'jang 1 qo'shiq, 1 bal qo'shiq tuz, 1 bal qo'shiq shakar, samsaq suyidan 2 qo'shiq, simajang 1 qo'shiq, qizilmish yog'idan 1 qo'shiq, sep bo'lgandan keyin xovyudan 1 qo'shiq silib, xonga bilan yumg'astimizni silib, buni aralashtirib yesak intayin tamlik bo'ldi.